Assalomu alaykum hurmatli top tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan O'zbekiston bozoridagi eng ko'p muhokama qilinayotgan yangi sedanlardan biri Kia K3 ni ko'rib chiqamiz. Kia K3 O'zbekistonda rasman 25-may kuni ishlab chiqarildi. Avtomobil ADM Jizzax zavodidan mahalliy ishlab chiqarilmoqda va hozirgi kunlarda 4 ta komplektatsiyada taklif etiladi. Classic, Lux, Prestige va GT Line. Bugun bizning obzorimizda Prestige komplektatsiyasi va shu komplektatsiya haqida sizlarga maksimal darajada ma'lumot berib o'tamiz. Mashina narxi arzon emas va ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol. Kia K3 o'z narxiga arzidimi? Keling birgalikda aniqlaymiz. Narxini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi qarashda Kia K3 o'zining zamonaviy dizayni bilan ajralib turadi. LED farlar, agressiv old qismi va sportcha kuzov avtomobilga qimmat ko'rinish beradi. Avtomobilning eng kuchli tomoni nima desa, men aynan dizaynni aytgan bo'lardim. Oldi qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda zamonaviy LED farlarni ko'rishimiz mumkin. Farlar linzasiz ishlangan bo'lsa-da, hozirgi deyarli barcha yangi Kia modellarini aynan shu uslubdagi optika bilan ishlab chiqarilmoqda. Markazda esa chiroyli radiator panjarasi joylashgan bo'lib, avtomobilga yanada agressiv va zamonaviy ko'rinish beradi. Qulaylik uchun oynalar davotchik bilan jihozlangan. Pastki qismda esa sariq rangli tumanga qarshi faralar mavjud. Kia K3 1.6 atmosferli motor bilan jihozlangan 123 ta ot kuchiga ega 6 pog'onali avtomat. Faqat birinchi pozitsiyasida klassikda mexanika, boshqa amallari avtomat bo'ladi. Kia K3 yoqilg'i sarfi kitob bo'yicha 6 litr, lekin haqqoniysi esa 8. Xo'sh, Kia K3 haqida birinchi taassurotingiz qanday? Avtomobil haqida fikringizni albatta kommentariyada yozing. Obzorni davom etamiz. Kia K3 ni o'lchamlarini ekranda ko'ryapsiz. Ajoyib diskalar, o'lchamlari 205, 55, 16. Kia K3 kaliti 3 ta tugmasi bor. Yopadigan, ochadigan va yukxona ochadigan tugmasi juda chiroyli dizaynda qilingan. Kia K3 da KN Let's Go tizimi bilan jihozlangan. Bir marta bosamiz, ochiladi. Ya'ni besключевой dostup. Avtomobil ochildi. Kaliti o'zingiz bilan bo'lishish kerak. O'tiramiz, minamiz. Ketdik. Kia K3 saloni birinchi o'tirishimdan aytishim mumkin, yomon emas. Birinchi nimaga ahamiyat berishingiz kerak? Ushbu komplektatsiyada Prestige'da Lux bor tepasida. Davom etamiz. Chiroyli dizaynda qilingan rul, hamma kerakli tugmalari bor. Bu yerda menga eng yoqqan narsa bu katta ekran, multimedia buni dyumi 10 va 25, sensor boshqaruv. Ushbu Prestige komplektatsiyada klimat kontrol ham mavjud. Ya'ni haroratni bir marta o'rnatib qo'ysangiz, avtomobil uni o'zi boshqaradi. Shuningdek, cruise control ham bor. Bu esa avtomobilga uzoq safarlarda qo'shimcha qulaylik yaratadi. Ikkita USB port, prikurivitel, telefon qo'yadigan joyi. Kia K3 full komplektatsiyasida simsiz quvvatlash tizimi bo'ladi, Prestige'da yo'q. Bu yerda bizda 6 pog'onali avtomatik korobka PRND va mexanik tarzda ham haydasa bo'ladi avtomobilni. Orqaga qaytaramiz, P ga qo'yamiz. Do'stlar, o'rindiqlar isitish funksiyasi bor. Haydovchiniki, yo'lovchiniki va rul isitish funksiyasi bor. Bu yerda bizda P degan tugmasi bir marta bossangiz, sizni ogohlantiradigan parktronik, ya'ni bironta obyektga yaqin bo'lsangiz, avtomobil tovush chiqaradi, sizni ogohlantiradi. Mana shu kamera tugmasini biz agar bossangiz, hozir ekranga ahamiyat berasiz. Ana shu yerda bizda orqa kamerani ko'rsatadi. Bir marta mana shu yerda bosganimizda pastni ko'rsatadi va ya'ni orqaga qaytishimiz mumkin. Mana bir marta bosasiz, tamom, yana bir marta o'sha tugmani bosganimizda orqaga uy displeyiga qaytadi. Ruchnik ko'taramiz. Ikkita stakan qo'yadigan joyi, kichkina bar mavjud. Avtomobil o'rindiqlari yomon emas, dizayni bo'ladi, lekin 2026-yilda Kia'ni o'rindiqlarini sozlash hali ham mexanikada. Orqa yo'lovchilar uchun qancha joy borligini bilish uchun birinchi o'zim uchun shu oldi o'rindiqni sozlanaman. Endi orqaga o'tiramiz. Hozir o'tirishim yaxshi. Bo'yim 1.85. Endi orqaga o'tamiz. Orqasiga o'tiramiz. Qani orqa yo'lovchilar uchun qancha joy bor? Qarang. O'zim uchun mana shu oldi o'rindiqni sozladim. Mana o'tirishimdan keyin qarang, ko'rishingiz mumkin qancha joy bor. Oldimda, tepamda orqa yo'lovchilar deganiki bu komfort bilan ketadi. Orqa yo'lovchilar komforti uchun ikkita deflektor mavjud, ikkita USB port va telefon qo'yadigan joyi bor. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, Kia K3 juda ham zamonaviy ko'rinadi. Chiroqlarning dizayni mashinaga premium kayfiyat beradi. Orqa ochadigan tugmasi yukxonaniki mana shu yerga bir marta bosamiz ochiladi.
Yukxona hajmi 544 litr. Yukxonasi ancha katta ekan. Bemalol 3-4 ta katta chamadon yoki oilaviy safar uchun kerakli yuklarni sig'dirish mumkin. Kutmagandek, Kauch yukxonasi juda ham katta ekan. Yopamiz. Orqa qismiga necha baho qo'yib berasiz? Mana shunday qarashda. Albatta fikringizni kommentariyada yozing. Va nihoyat narxlar haqida gapiramiz. Birinchi pozitsiyasini aytsak 219 milliondan boshlab eng full pozitsiyasigacha 299 million. Ushbu Prestige komplektatsiya narxi 269 million bo'lyapti. Nima deb o'ylaysiz? Shu pulga Kauchni sotib olish arziydimi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Biz esa videoni yakunlaymiz. Bizning harakatimizda albatta like bosish esingizdan chiqmasin. Jafar Giyasov YouTube kanaliga obuna bo'ling, chunki chiroyli obzorlar yana ko'p chiqadi. Jafar Giyasov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Xayr!